Vay ahir toptan ben hep sılım şel bakez var kasım bana biletka anda avaldırı çılıkma vay anasın bana ben kaşka şehirde üstümge yerim kalmay kon dükkan biritme bu işli karagay salmay kadrlar sadbiraz yırtma koçup şehir aşkaş koçuk baktım ahir üzde sorap koysam bir kolundan geldi depte bugün şey üzde mansamın miskilerin göre bazı kilişim bir şey etken ışıkına çıkın tuğan mı ya bu Ya Siz karşılıp tuğan. beni karşı etmezse rahmet köpçüler yaxşı bizler 15 yıl yakıt getirip kilot kalma işli karagay aşkansına bulup Kaşka şehrimizdeki asacetin biz 70-80% bildi de böyleyme. Bulamamış taksi şoför ustamla. Efendim bizden işi kararınca etkinlik olarak kupasam mı seydirgen nurgun taksiciler Amerika arkandan atçılıkta. Hem uzun yıldan başlayıp kalkanın konuşuyor erişip gelgen. Biz takımı terakkiyat kılıp şu dükkanımızda kârt sebebiyle biz Kerem Bak Yava Körük'ün Türkiye Beyhol Longmen'e yenip geldik. Beyhol Longmen'den birinci aldı da işi karagay aşkandı müşahede içi atımız. Bu dükkan içinde az 40 günde olap kaldı. Nurgullar onunla tapanmayı konu dükkanı beri müşahede geldim bağlap kaldı. Şuna ma dükkandan orunu xabar etib qalsa deb degan email o'tirib sizlarga o'zimizdan salomini yo'llatamiz. Qag'inda shu 15 yil yağı qat ko'tarib oshxona yemek sohasida endi jiq oshxonani ko'ratsizlar, meni o'tkazgan oshxonalarimni ko'ratsizlar. Ba'zidan 15 yil emas, 15 oy berdash bir bo'lmay taqib ketib barda nurg'un qazi bo'lib. Endi ma akamiz lab qilib qolsangiz, necha yil yağı endi sajatdan sizlarga men bir qaylo ayirib sizlar bolalarning hammasi Tuluk kemizin evenken. Öyle ayağımız kolu şıkkıldıkken asacetten bekeli kısırtma edimigim o. İhtiyacı kemezken mülazmetçilerine aldığı akşaydı. Ünacahat kayında emmeden yumlan bir yerde cemaatin arasımızdan çıkan iken tamaktan süptürüm olamda her cihatten aşpez öne ve özgermegen iken size kendim alıp kaldı. Yok. Sizin bir şey tabakın yaktı olur mu ya? Yoxtudım, bek yaxşı ekan. Salam köpçülük, biz mana şu bizningki filmlarimizda intayin yaxshi ko'rib kelyapsizlar. Qashqar shahridagi shu do'konlarni o'tkazmayat qolning baş og'riqini hal qilyapmiz. Onundan başqa mushunda biz izlab so'rab topolmayotgan oshxonalarni hammalarning huzuriga sunyapmiz. Qashqar shahrida biz kichik vaqtida mushu yeshil qarag'ayning lag'minini izlab so'rab yetdik. Shundan emasmi ko'pchilik? Mush 4-chi o'tirning oldida tunji bo'lib lag'manxonni mushu dongliq qilib Qashqar shahriga tunutgan akimizning mushu mumkin deb o'ylayman. Shundami ya? Endi bu oshxonni hozir mushu behu tarafga yo'tkab yondirib ekayotgan. Endi yaxshi esil narsa maxfiy qolmasin deb ko'pchilikning huzuriga biz mush dükkanning o'rnini tunishtig'ini mishada turibdimiz. Endi bu oshxonni qanday tunutgan, natijangizni qanday taraqqiy qilyapti, nima sabab bilan mavaga yo'tkaldi? Mushu Loban akam o'zi deb pasin unda olib qolsa mush dükkanning adresini, siz nima sabab bilan mishaga almashlashini bir deb paslar. Aldığını çıkıp kaldı. Çıkma sebebiyle kendi için Beyhol olan birinci çıktığın solman yanında şu an içi vardı dükkanına. Mushu Beyhol Longmen hozir Qashqar shahar danglik bo'lib ketdi balla. Mushu Beyhol tarafga o'tsanglar yo'lning bo'yig'lam qarayotgan tinchachanlari alaydi kan ekan jima. Ne tamoq yesak avlan boshlamış tinchachanni o'ylashib qolamiz. Tinchachanlar ravrus kan ekan. Esil taomlari, a'lo mulozimatlari, tetimliq tamoqlar bilan Qashqar xalqininki dilda o'rin olgan yeshil qarag'ayni kelib g'izolanib ketishini uchun qalbimizda umid qilamiz. Endi biz bizning filmlarimizda intayin yaxshi ko'rib qo'llab kelyapsizlar. Qo'llashdan gullash bo'ldi xalqim. So'nglashqa sizning qo'llashlaringiz bilan biz mana shunday e'lon tashviqotini ilib, taraqqiy qilib, necha oilaninki g'amlarini xalos qilyapmiz. So'nglashqa mush e'lonni ishildik. Buningdan keyin mush do'konda biz har kuni bor. So'nglashqa biz bilan didorlashqisi bor. Yeshil qarag'ayninki har xil tamoqlardan hozirlang'isi borlarni mush yeshil qarag'ayda saqladik. Unda olib qolsa didor g'animat. Men mashinani balaman shu do'konni oldiga kelsanlar pul olmaydi ekanjima yaxsiz kentin chachang. Ondan keyin de ma dükkan qattiq o'zgarmaydi çünkü bu dükkan simillik o'zining dükkani ama bu. Bu ham endi yo'tkildigan, unda chiqildigan ish yo'q. Men ko'ydolma binani Qashqar shahrimizning ko'zlik sinilgan maydoni o'zi ham ma bu. Bularning kelik taraqqiyotmi intan yaxshi. Shunga ham atrofdagi shaharning markazidagi o'tirman deb mishaga o'rin oldik. Qag'inda ham atrofdagi Kerem Bog' o'lanlarmish atrofdagi xizmatchilar tijorat olsanglar, xabar topib o'zaro bir-birini yo'llab qo'yib, ama taksichi birodarlar qolsanglarmi, o'zaro bir-birini yo'llab, chunlaringni bir yo'llab, yeshil qarag'ayning ishliga o'rnini bir-birini bir taqib xabar taqlitinglar. Unda olib qolsa ko'pchilikdan qo'llab rahmat. İlanımız müşahidçi olsun. Qag'ini biz davamlı müşahide bizden görüşürüz. Allah müşahide bo'ldi.